Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, eshik ustanovkasiga kelganmiz. Ustanovka xizmati. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli qilib ustanovka qilyapmiz. Eshiklarimiz pashti bitib qoldi, pardozi qolyapti xolos. Eshiklarga kiraverishga proyom qilib berganmiz, ashibga qilib berganmiz proyom bilan. Oldi eshikni yopib, chiroyli qilib qulflarni ham qo'ydik. Xudo xolasa ikkitasiga bu joyga 4 ta eshik, bitta o'sha proyom qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Ruchkalari magnit mexanizm. Yopilishlari ham chiroyli qilib ustanovka qildik, xudo xolasa. Orqasiga bu tarafga hozir nashtni qoqib beramiz. Eshiklarimiz polni bitgandan keyin yana bir qator pardoz qilamiz. Xudo xolasa chiroyli chiqadi eshiklarimiz. Kuzatib boringlar. Zapaska kalitlari ham 5 talik. Sekret qulf, pechbi mexanizm, magnit. Bu tarafda dabor qoqish. Bir xillar tambur deydi, biz dabor deymiz. Dabor nachkalarini qoqyapmiz. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqyapti. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.